Har bitta lokatsiyaning o'zining egasi bo'ladi degandek, bu sizlar bilan Sergeli va Food City oralig'ida joylashgan Yangi Hayot tumani Binokor mahallasidan $85,000 dan $95,000 patkulch holatida topshirilayotgan uylarimizni ko'rib chiqamiz. Binolar 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, 1.8 sotudan 2,5 sotugacha yer maydoniga qurilgan. Svet, suv, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Atrofida maktab, bog'cha, bozor, hamma qulayliklar yaqin. Food City bozoriga taxminan 2 km masofada, Sergeliga ham 2-3 km masofada joylashgan bo'ladi. Bino 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, sifatli materiallardan ta'mirlangan. Hovlisiga bemalol mashina, tapchan, yozgi oshxonalar ham xosiyda bo'ladi. Planirovkasi bilan tanishadigan bo'lsak, binoga kirishimiz bilan o'ng qo'limizda katta zal, taxminan 15-20 kishiga mo'ljallangan. Bino to'pli polda radiatorda siydi. Koridorida umumiy sanuzel xonasi chap tarafimizda. Zal razmerida